o'qishimdan oldin qaysi obraz yoqqanini so'rab olmoqchiman. Aytingchi, o'qigan kishi sifatida sizga qaysi obraz yoqqan? Kimning yodida? Robiya yoqqan. Robiya. Yana kimga qaysi obraz yoqqan? Kimsan barchamiz eslaymizmi? Kimsan kim edi? Kimsan kim edi azizlar? Kimsan? Marhamat. Aferin. Marhamat, siz ham gapirishingiz mumkin, ayting. Har butun jonni fido qilgan inson. Aferin. Yana asarda qanday qahramonlar mavjud? Marhamat, kim aytdi? Aferin. Qaysi bosh qahramonni aytdingiz? Qoramma. Qorammaga ta'rif bera olasizmi? Qoramma Kimsanning onasi, Robiyaning akasi bo'ladi. Robiya qorammalarnikiga uni Robiyani asrab olgan bo'ladi. Robiya dadasi bilan kelgan. Hop, asar bosh qahramoni kimning tilidan hikoya qilinadi? Yoshgina Muzaffarning, a? Muzaffar kim? Obraz, qanday obraz sifatida gavdalantiriladi? Bo'lmasa slaydimizni boshlaymiz. O'tkir Hoshimovning 2 eshik orasi romani. 1985-yilda chop etilgan bu asar yilning eng yaxshi asari deb ham asari hisoblangan. Keyingi slaydimizga o'tkazdiramiz. Rost bilan yolg'onning orasi 4.50 deydi. Nima sababli oz emas, ko'p emas 4.50? Chunki eshitish bilan ko'rmoqlikning orasi 4.50 hisoblanadi. Asar nomi 2 eshik orasidir. Siz bu dunyoga kelib yashab, toki u dunyoga o'tganingizgacha hayotdan turli sinovlarga, turli bosqichlarga, turli xil qiyinchiliklarga duchor kelasiz va birinchi eshikdan kirib, ikkinchi eshikdan chiqib ketasiz. Shu sababli ham asar nomi 2 eshik orasi deb tasvirlangan. Bu asar boshlanishida urushning boshlanishi bilan boshlanib, 1966-yilda Toshkentda yuz bergan mudhish zilzila bilan yakunlanadi. Asar davomida urushning sovuq kunlari qoraniladi. Urushdagi askarlar bilan birgalikda front ortida xizmat qilayotgan ayollarning og'ir mehnati ham tasvirlangan. Asar o'qiganlaringda Robiya qanday erkaklarning vazifasini bajargan? Traktor haydagan. Traktor minishni unga kim o'rgatgan? Traktor haydashni oqsoqolni kim o'rgatgan? Aferin. Og'ir ayol kishi bo'lishiga qaramasdan erkaklarning vazifasini bajargan ayollar haqida ham tasvirlangan. Aytinglarchi, o'shandagi yomon obraz qaysi obraz edi? Yomon obraz sifatida tasvirlangan. Zakonchi. Nima sababli zakonchi deyilar edi? O'zi uning asl kasbi nima edi asarda? Rais edi. Nima sababli Umar zakonchi degan laqab olgan asar davomida? Zakonchiligi uchun, a? Umar zakonchi Aferin. Turing. Shu izohni ayting. Menga yoqmagani, shu yoshgina go'dak Muzaffarga qiyin bo'lgan, uni onasini yo'ldan urib olib ketib qoladi. Faqatgina Ra'noni yo'ldan urishga harakat qiladimi? Yana qaysi qizga ko'zlar aytiradi? Robiyaga ham ko'zlar aytiradi. Umar zakonchi umrining oxirigacha qanday mushkulotlar bilan, qanday muammolar bilan vafot etadi? Qanday vafot etganligini tasvirlamaydi, hayotini oxirigacha yetkazadi. Aytinglarchi, raislikdan kim bo'shatadi buni? Xalq bo'shatadi. Uning zug'maga chiday olmagan xalq uni bo'shatadi. Demak, xalq birlashsa, birgina inson hattoki butun yurtga ham bas kela olishi mumkin ekan, a? Urush yillarida ko'p onalar farzand dog'ini ko'radi. Shu qatori qora amma ham. Aytinglarchi, o'zlaringdan kelib chiqqan holda, qora amma nega aynan 2 eshik orasida qora deb tasvirlangan? Bir o'ylab ko'rib aytinglarchi. Farzandini yo'qotgan. Aferin. Farzandini yo'qotgan. Urush yillarida barcha onalar farzandidan ayrilgan. O'sha onalar siymosida esa qoramma, qora tasvirlangan. Nima sababli aynan qora? Qora xat kelardi shu urushdan. Xo'p, to'g'ri fikrlayapsiz. Yana qanday? Robiya Kimsanga sodiq bo'lgan. Ha? Muzaffarning otasiga qora amma sababli turmushga chiqqan. Ha? Xo'p, qora amma nega asarda qora tasvirlanyapti? Men sizlarga bir yo'nalish ko'rsataman. Urush yillarida ko'p onalar ichidan chekkan zug'umlari, farzand dog'i, turmush o'rtog'idan ayrilishi, turmushdagi qiyinchiliklar sababli
qalb to'rida og'riq paydo bo'ladi. U og'riq esa insonning yuziga berib qanday ko'rsatadi insonni? Qora, g'amgin hisoblanadi. Ko'p zug'um ko'rgan qora amma ham keyin qaysi haykalga? Motam Saraona haykaliga qiyoslanadi. Ikkinchi jahon urushida mana ayollarimizni paxtalarda paxta terayotganlari, og'ir mehnatlar, erkaklar vazifalarni bajarayotganini bilib olishimiz mumkin. Keyin Orif Oqsoqol degan vatanparvar, xalqparvar inson bor. Kim unga ta'rif bera oladi? Qanday inson bo'lgan? Mana men boshlab berdim, vatanparvar, xalqparvar. O'zini o'g'illarini ham urushga jo'natgan bo'lishi, xalq qatori bu. To'g'ri. Oqsoqol bo'lishiga qaramasdan, yurtni boshi bo'lishiga qaramasdan o'z farzandlarini ham urushga fido qiladi. Aytinglarchi, komil tabib degan bir obraz bor. Bu obraz qanday tasvirlangan va uning o'g'li kimga oshiq bo'lgan? Robiyaga o'xshagan. Robiya, ismi nima edi? Olimjon. Komil tabib qanday inson edi? Marhamat. O'sha komil tabib o'zini xalqidagi insonlarni davolagan, u tabib bo'lgan bo'ladi. O'sha kim kasal bo'lsa, o'sha davolagan. Mashhur tabib bo'lgan. Qorammaning turmush o'rtog'ining ismlari nima edi? Husan Duma. Husan Duma qanday fidokorona mehnatlari bo'lgan asar davomida? Urush yillarida ham yo'q, men qaridim, men nafaqaxo'rman deb o'tirmasdan xalq bilan, ayollar bilan birgalikda tengma-teng yelkama-yelka turgani. Mana Qoramma haqida so'z yuritiga ikki eshik orasida romandagi Orif Oqsoqol, Husan Duma, Komil tabib kabi obrazlarni yoritib bergan. Azizlar, ikki eshik orasida 149 ta asar qahramonlari qatnashgan ekan. Lekin bu asar qahramonlarining hattoki bir donasini olsangiz, u qahramonsiz kitob yakunlanmay qolar ekan. O'tkir Hoshimov bu qahramonlarni kitobga go'yoki mix bilan qoqqandek ekan. Keyin shuni o'qib bermasam bo'lmaydi. Menga eng yoqqan joyi. Dukur ot keldi. Ot boshida xat keldi. Xatni o'qib ko'rsam, voydod bilan dod keldi. Qayoqdasan bolam? Qaysi yurtlarda yuribsan? Joning sog'mi o'zi? Mayli oyoq qo'lsiz bo'lsang ham, birov zambilda ko'tarib kelsa, jon berdim bolam. Kaftimda olib yurardim. Otang yo'lingda termala o'tdi. Endi aqalli meni o'z qo'ling bilan tuproqqa qo'ysangchi. Yo'q, yig'layotganim yo'q bolam. Yig'lamayman. Sen bezovta bo'lasan. Robiya kuyadi. Qizimning ikki ko'zi hali ham eshikda. Kutyapti, seni kutyapti. Boshqa qiz bo'lsa yetagini qoqadi-yu, bori deb bittasiga tegib ketadi. Ne joylardan sovchi chiqmadi. Tuqqanmi, tug'ishganmi deb shunga aytadi. Bir qiz bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Aytinglarchi, Robiyani nega shunday ta'riflayapti? Sodiqligi uchun. Kimsanni necha yillab kutadi, urush tugasa ham. Lekin kimsan kelmaydi. Kimsaning ayashli taqdirini kim biladi? Rus yerlarida nemis askarlari sovuq haroratda suvga tushib ketganda necha daqiqa chiday olishini tajriba orqali bilish maqsadida professorlar qamalga tushgan askarlar ustida tajriba o'tkazdirishadi. Ularni muzday sovuq suvga solib, necha daqiqa nafas olib, necha daqiqa hayotda yashay olishlarini bilib olishadi. Lekin jasoratli kimsan? So'nggi damlarda ham bir professorni o'zi bilan suv tagiga olib ketib, o'shanda ham qahramonlik ko'rsatadi. Robiya esa uni urush tugagan bo'lsa ham kutadi. Nima sababli Shomurodga turmushga chiqadi Robiya? Muzaffar. Nima sababli Muzaffar yetim bo'lib qoldi? Onasi ilgari nafaqat o'tiraysizlar. Xo'p, Umar Ra'no bilan Shomurod boshida yaxshi ko'rishib turmush qurishgan edi-ku. Nega endi ular urushdan so'ng ajralishdi? U urushga ketganda o'zi yolg'iz tashlab ketganligi uchun u ko'z oynaydilar nima? Ha,
Yanachi Shomurod urushda qanday nuqson bilan qaytgan edi? haligi oyog'i shikastlangan holda keladi. Aferin. O'shancha. Ofarin, tomonidan o'q yeganligi sababli oqsab yurar edi. Xo'p, azizlar, aytinglarchi, Robiya Muzaffarga onalikdan qanday uddaradi? O'sha o'z farzandiga qaraganda, o'sha o'g'ilga ham qaragan, mehribonchilik ko'rsatgan. Muzaffarga Robiya onalik qilgani bilan Muzaffarning qalbida o'z onam meni tashlab ketgan degan his bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi. Chunki Onasi maktabga kelganidan keyin shunday narsa bo'ladi. shunday bo'ladi. Robiya ham Shomuroddan farzand ko'radimi? Ukasi bo'ladi va Olimjon deb ismini qo'yadi. Unga beshik bezayotgan qora amma shu kunlarda men kimsarimdan ko'rsam bo'lmasmidi? Shu beshiklarni men kimsanimning o'g'liga tuzasam bo'lmas edimi deb bir oz yig'lab oladi. Aytinglarchi aziz o'quvchilar, urush bo'lmaganda qanday voqealar sodir bo'lgan bo'lar edi sizning muhokamangizda? Bir o'ylab ko'ringlarchi. Bir fikr bildiramiz. Qani siz? Robiya kimsan bilan baxtli bo'ladi. Baxtli bo'lar edi. Siz? Meni fikrim shunday. Xo'p, yana Muzaffardan onasi bilan ofarin. Yanachi qora ammaga urush bo'lmagandachi? Urushmay ko'ramiz. Barcha o'zbek ayollarichi? Boshqa erkaklardan yurib ketmasda aybladi. O'sha ishlarni Lekin sodiq turmush o'rtog'iga sodiq bo'lgan ayollar ham bor urush davrida. Urush yillarida bir jumboq aytaman-da, urush yillari tugagandan so'ng ko'p er-xotinlar ko'chaga birga chiqsa, birgalikda yurishmas ekan. Aytinglarchi, nima sababli birga turmush o'rtog'i bilan birgalikda emas, 3-4 qadam narida yurishar ekan? erkaklarga hurmat. Xo'p, yana urush tugagandan so'ng Urushdan keyin ko'p ayollar beva qolishi mumkin. Yoshlarni ko'yini avaylagan holda. Ofarin, olqishlaymiz shu sizlarni. Bizning iymonli hayoli ayollarimiz turmush o'rtog'idan erta ayrilgan ayollarning ko'ngli o'ksitmasligi uchun 3-4 qadam orqada yurishgan ekan. Bu asar qahramonlar haqida gaplashdik. Muzaffar yana bittasiga o'tamiz. Mana Robiya dalada traktor haydamoqda. Shomurodga kim ta'rif beradi? Ra'no Muzaffarni necha oyligida tashlab ketadi? Ra'no Umar Zakunchidan qanday farzand ko'radi? Bir qizaloq ko'radi. Muzaffar uning onasining tarbiyasiga yetib borganida qanday muhitni o'z ko'z oldida keltiradi? Umar Zakunchi uni xushfe'llik bilan kutib oladimi? Yo'q. Asha sovuq zakonchi, asha Bilasizmi? Asarda voqealar shunaqangi syujetdiki, o'qigan inson ko'z yoshini tiya olmaydi. Muzaffar taqdiriga qaytamiz. Muzaffarning yaxshi ko'rgan qizlari kim edi? Munavvar. Biz urush bo'lmaganda Muzaffar bilan Munavvarni esimizdan chiqarib qo'yibmiz-ku. Urush bo'lmaganda Ra'no Muzaffarga onalik qilganda qanday voqea bo'lar edi? Ra'no Umar Zakunchi bilan qochib ketmaganda, o'z farzandini o'zi emizib katta qilganda, hop? Muzaffar bilan birga bo'lishardi. Birga bo'lishardi. Bo'lishmasdi. Aka-singil bo'lishiga sabab nima? Bashar Munavvarning onasi Muzaffarni yoshligida emizlagan bo'ladi. Ofarin. Munavvarning ayanchli taqdiriga nima sababchi bo'ldi? Urush yillarida onasi ketib qolgani uchun u o'sha Muzaffar bilan emikdosh bo'lib qoldi-da. Keyin undan homilador bo'lib qolgani uchun buni ko'tara olmasdan dori ichib o'zini joniga qasd qiladi. 1966-yilda Toshkentda zilzila bo'lganda hamma qiyqirishib ko'chaga chiqqanda Robiya Munavvar nima sababli chiqmadi? Uyqudori ichib qo'yadi va zilzila ostida binolar tagida qoladi. Muzaffar asar davomida o'qisangiz, ukasi turmush qurib bolali bo'lganda ham turmush qurmagan hisoblanadi asarda. Xulosani men sizlarga tashlayman. Bu asarni o'qiganlar
boshqalarga o'qishni tavsiya qilasizlarmi? Albatta. Shu yerda aytinglarchi, kim shu kitobni o'qimagan? Men shu kitobni sovg'a qilaman. Men yarmigacha o'qiganman, qolganman. Ismingiz? Hosima Zohida, Sizga? Dang'ara Chunsoy politexnikum o'qituvchisiman. Men sizga shu kitobni tavsiya qilaman va o'qib tugatishingizni. Rahmat. Endi men qiziqarli savol-javoblar tayyorlab kelganman. Mavzudan birozgina chetga chiqamiz, maylimi?